Uzun marketdan 180 minggacha bo'lgan tungi chiroqlarni zakaz qildim. Xos ko'ramiz, qaysi narsa bo'ladi, qaysi narsa bo'lmaydi. Birinchisi, klassik oddiy o'zimlarning svetilniklaridan ko'rinishi chiroyli, pastda diod qo'shimcha svet berib turibdi, chiroyli berib turibdi. Yana pastlari, shishalari, latun sifat rang bor joylar hammasi yaltirab chiroyli ko'rinib turibdi va yana anaqa ishlatsanglar ham bo'ladi, agar svet kamroq kerak bo'lsa. Ikkinchisi 155 ming. Oddiy klassik svetilnik, bu ham oddiy islangan shishadan tushib ketsa sinadi deb o'ylayman. Va mana bu yerda yopishtirilgan qog'ozlar ko'rinib turibdi. Tepasida yopishtirilgan zari уже ko'chish boshlayapti. To'g'risi menga ozgina yoqmadi, men buni maslahat bermagan bo'lardim. Uchinchisi 42 mingga oddiygina svetilnik, eng qizig'i zaryadkasi anchaga yetyapti. O'zini zaryadkasi bor, har doim tokka tiqib qo'yishingiz shart emas. Zo'r tomoni mana shu. Ham yana pulti ham bor ekan. Uzoqdan yotgan joyingizga o'chirib qo'ysangiz ham bo'lardi. To'rtinchisi mana kichkintakina svetilnik, menga to'g'risi yoqdi. 35 ming 40 ming atrofida turadi. Eng qizig'i ham zo'rlar olinar ekan. Mana bu oddiy diod. Yaqindan qarasangiz juda asabli joyga tushadigan zo'r narsa ekan. 35 ming 40 mingga to'g'risi maslahat beraman, prosta o'yinchoq sifatida olib qo'ysangiz ham juda qiziq narsa ekan. Beshinchisi 1 metrlik juda qilich etsa ham bo'ladi. Menga to'g'risi o'zimga yoqdi. Burchiga qo'yib qo'yib nashnik sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Kunduz kuni videolaringizni olishingiz ham bo'ladi. 180 ming, 185 ming atrofida narxi, bu ham minuslardan bittasi har doim power bankda yoki zaryadkada yoki notebookingizga bo'lib ishlatasiz. Men power bankda ishlab turaman. Menga yoqdi, xullas buni o'zimga olib qolaman. Va 6-inchisi oy 100 ming 110 ming atrofida turadi. Yagona minusi o'zini batareykasi yo'q ekan. Har doim power bankdan yoki kompyuterdan ishlatasiz. Kechqurun bu oy og'ushida kitob o'qisangiz ham bo'ladi yoki nashnik sifatida ishlatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pulti yo'q, faqat sensorda ishlaydi. Jahlingiz chiqsa, kechqurun bir tep borasiz, bo'ldi. Do'stlar, bu svetilniklar narxiga arziydimi yoki bozorda bundan arzon, bundan yaxshi narsa topsa bo'ladimi? Fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldirib ketinglar. Va albatta keyingi videolarda nimani obzor qilish yozsanglar, men o'zim buyurtma qilib, albatta sizlarga obzorni ko'rsataman.